O'zimizning Damas yaxshi ekanmi? Odam ko'proq ortishimiz kerak shunga san. Ha, odam ortishgan, ha? Ha, bo'ldi. To'g'risini aytsam, bunaqa mashinaga o'zim yaxshi tushunmayman. Kraskalariga tushunishim mumkin, lekin mashinani o'ziga tushunmayman. Asfalt qilingan. Qo'l nasib Qo'l qilingan. nasib qilingan. Nima asfalt qilingan? 2016 chiroyli bo'lsin deb Endi 2016 juda eski emas-ku. Yo'q, mashina joyi turib qo'ygan, Ha. 3-4 yil turib qo'ygan. Haydalmagan. Haligi bo'lib qolganda sal Ha. o'shanga bir ta'sir qilingan bu. Men aytyapman. 6 mingga berasizmi? 7 mingga berasizmi? Qanchaga berasiz? 8,5 ming. 8,5 ming beringlar, menga bitta Damas qilib bering. 7,5 ming bo'lsa, mana tushunmayman aka. Balkim jicha arzonroq so'rayotgandirman, xafa bo'lmaysiz. Tushunmaganimdan. Bunaqa mashina kamroq keladi bizga. 7,5 bo'lsa, Allohga tavakkal, mayli olib qolaman-da, xohlagan mashinangizni qilib beramiz. 7,5 bo'lsa tavakkal. 8 qilinglar, bitta yaxshi Damas qilib bering. Sotekonimda ham ko'rasiz, men buni sizdan 7,5 ming dollarga olib, 9 ming yo 8 ming dollar sotmayman. Qo'ysam, agar dokument qilib olsam, 550 dollar minadi ustiga, agar shu turishda sotsam, bir 100 dollar foydalanaman aka. Shuncha odam qarab turibdi. Endi biz shunaqa, mayli kamiga, kam Alloh bersin bizga. Sizga ham, bizga ham Bir Alloh narsa bersin. qo'shing sal. 7,5 ming. Keldik. Bir narsa. Bo'ldi 50 dollar qo'shdim. Baraka. Voy, Rahmat. kamatman men. 7550 dollarga baraka bo'ldi. Mana ichlaringda agar bugun oladigan bo'lsa, men foyda ham qilmayman, 7550 dollar berib olib ketaverasizlar. Agar bugundan qo'laydigan bo'lsa, hujjat qilganimizdan keyin 5 tursin, buni ustiga qo'yamiz.